Hali o'qishi tugatmagan o'quvchim bir oyda 74 millionlik oborot qildilar va buni qanaqa qildilar, nima yo'llarni qildik biza shu haqida hozir sizlarga qisqacha aytib bermoqchiman. Ra'no ismli o'quvchim o'qishga keldilar. Ularni o'zi asli kasblari o'qituvchi va savdo sohasiga ham qiziqishni boshladilar va biz o'qishni boshladik. Ularda kompyuter savodxonligi ham judayam professional darajada emasdi, sal qiyinchiliklar bo'ldi. Bu etapda ham ayniqsa sun'iy intellektlar bilan ishlash, qo'shimcha saytlar bilan ishlashda sal muammolar bo'ldi, lekin maksimal harakat qildik va biz mahsulotlarni sotuvga qo'ydik. Sotuvga chiqazish jarayonimizda hamma o'sha kurs davomida o'rgatilgan ma'lumotlarni, o'rgatilgan bilimlarni o'z o'rnida qo'yishga harakat qildilar. Qiyinchilik bilan bo'lsa ham, sal kechroq harakat qilingan bo'lsa ham, lekin natija juda ham yaxshi bo'ldi va eng qizig'i biza judayam ko'p kartochkalar ham kirgizib tashlamadik. Boshida 2 dona, undan keyin bitta, yana bitta qo'shib aktiv holatda 4 ta kartochkamiz bo'ldi va 5-chi kartochkamiz bir oyi oxirgi 10 kunligida, bir haftaligida qo'shildi. Endi shu jarayonda bu o'quvchimizning oborotlari 74 milliondan oshiqroq summa bo'ldi va biza ularni hisob kitoblarini qilgan paytimizda bular 41,5 million so'm miqdoridagi mahsulotni sotganlar va uni sof foydasi 19 million bo'lib chiqdi. Biz bu jarayonni qanaqa qildik? Hech qanaqa ichki tashqi reklamalardan foydalanmadik. Bu stop reklamasini ham yoqqanimiz yo'q. Birinchi o'rinda hali YTTni o'zi yangi edi. Uzum marketni o'zi ham yordam berdi albatta va biz shundan unumli foydalandik va reytingimizni 5 qilib ushlab turdik. Mahsulotlarimizni otsifini chiroyli qilib berdik va bir oy davomida mana shu natijaga chiqib oldilar. Endi biza ularni hisob kitoblarini qilgan paytimizda ularni yetkazib bergan mahsulotlarni summasi 41,5 million so'm miqdoridagi mahsulotni yetkazib berganlar va biz hamma ortiqcha xarajatlarni, soliqlarni, elementarni xarajatlarni hammasini hisoblab minus qilib tashlaganimizda ularda sof 19 million foyda ko'rsatdi. Bizda o'quvchilarimiz natija qilishda davom etishmoqda. Mana bu yana bitta o'quvchimizning natijalari. Hali kursni tugatganlari yo'q, yana 4 ta darsimiz bor. Kursni o'zini ichida tugatmasdan turib ko'rsatayotgan natijamiz. Mana hali pullarni yechib olmaganmiz. 10 kun vaqt mobaynida 57 million 691 ming so'mlik sotuv bo'lgan va mana bu yoqda ham 12 million 492 ming so'm miqdorda pullar yechib olishda tayyor turibdi. Mana tushgan zakazlarimiz. Endi bularni o'zi sotuvlarini boshlangani mana birinchi zakazimiz 26 fevralda boshlangan, tushgan. 25-da sotuvga chiqqanlar, 26-dan zakazlar tushishni boshlagan va mana shunaqa natija. Hech qanaqa boost reklamasi yoqilgani yo'q, tashqi reklamalardan foydalanilgani yo'q. Mana ko'ryapsizlar, bitta dona reklama yoqilgan. Bunda ham bo'lsa 1080 so'm bor yo'g'i ishlatilgan. Faqatgina o'sha boost asliga o'tirganda proba uchun, o'zlari qilib ko'rishlari uchun buni yoqib ko'rganlar, o'rganish uchun. Endi eng qiziq joyini sizlarga ko'rsataman. Hozir bor yo'g'i 5 ta dona kartochka o'zi va shu 5 ta donani mana bu oxirgisi bu yaqindagina sotuvga chiqdi. Hali unaqa sotuv ham ko'p bo'lgani yo'q bunda. Va mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, уже FBO'da zakazlarimiz tugab, anaqa tovarlarimiz tugab qolgan. Mana ko'ryapsizlarmi? Hammasida razmerlar, ranglar tugab qolgan. Agarda bularda razmerlar, ranglar tugamaganda, bundan ham ko'ra ko'proq sotuvlar qilish mumkin edi. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu ham hammasi ranglari ham, razmerlari ham tugab ketdi. Endi bu summalar o'zidan o'zi bo'lmaydi o'rtoqlar. Baribirga ham mablag' kerak bo'ladi, chunki shuncha summali mahsulot sotilishi uchun baribir kattaroq summalar kerak bo'ladi. Bularni hozir mana shu yerda 70 milliondan oshiqroq summa bo'lgan bo'lsa, 42-43 millionlik mablag' anaqa tovar kiritganlar va hamma rasxodlarni chiqarib tashlaganimizda bizada 19-20 million atrofida sof foydamiz qolyapti. Marjani ham juda ham yaxshi qoldiradigan mahsulotlarni tanlaganlar. Nima mahsulot sotishlarini aytolmayman, faqatgina yo'nalishlari detskiy kiyimlar yo'nalishi.
Va bizda eng yomon holat nima bo'ldi? Bizada mahsulotimiz tugab qoldi. Ya'ni buyurtmalar uchun sпрос bor, ya'ni potensial bor, xaridorlar bor, o'zi marketni o'zi ham tovar so'rab turibdi, lekin biz mahsulot yetkazib bera olmadik, bizda razmerlar, ranglar tugab qoldi. Bu bir tarafdan quvonarli holat, chunki ko'pchilikda mahsulot boru, lekin sotuv yo'q bo'ladi. Bizda sotuv yaxshi bo'ldi. Endi bundan buyog'iga biz nima qilmoqchimiz? Hozir hali mahsulotlarni kartochkasi yuqorida turibdi, faqat ozgina bo'lsa ham razmerlarimiz qolgan, qoldiqlarimiz bor. Ular sotilayotgan bir paytda qo'shimcha yangi mahsulotlarni kirityapmiz va qo'shimcha yangi mahsulotlarni ham tezda yuqoriga ko'tarib olishimiz kerak. Shu o'rinda ahamiyat berishingiz kerak mahsulotlarni orqasidan yetkazib berishga. Ularning mahsulotlari Xitoy mahsulotlari edi. Biz buyurtma qilgan taqdirimizda ham vaqtdan yutolmasdik, baribir ham sezon bor bu yoqda, mavsumiy mahsulotlar bahorgi bo'lgani uchun to yana biz buyurtma qilib olib keltirgunimizgacha vaqt o'tib ketib qolardi. Shuning uchun u mahsulotlarga fokusimizni boshqa qaratmadik, ostatkalarini sotib yuboramiz va bu yoqda yangi mahsulotlarni xuddi shu uslubda повтор qiladigan bo'lsak, yana sotuvlarimizni yaxshi qilib olishimiz mumkin. Bunaqa natija qilayotgan o'quvchilarimiz anchagina. Ko'pchiligingiz so'radinglar, ko'rsating, qanaqa bo'lyapti o'zingizni yoki o'quvchilaringizni kelsin deb. Shu sababdan sekin-sekin mana YouTube'ga qo'yishni boshladik o'quvchilarning natijalarini. Agarda sizga ham shunaqa o'quvchilarimizning кейslari qiziq bo'layotgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar sizga ham shunaqa natijalarni qilish va daromad qilish qiziq bo'layotgan bo'lsa, lekin bu yo'nalishni qanaqa qilib o'rganishni, bu ishlarni qanaqa qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga bir taklifim bor. Bemalol mana shu videoni ostida kommentariyalarda ham yoki bo'lmasa bio qismida ham link qoldiraman. Mana shu link orqali o'zingizni telefon nomeringizni qoldiring va biz siz bilan bog'lanib bemalol mendan konsultatsiya olishingiz mumkin va bu konsultatsiyamiz mutlaqo bepul bo'ladi. Siz o'zingizni hamma qiziqtirayotgan savollaringizga javob topishingiz va bu ishlarni qanaqa qilib o'rganish bo'yicha ma'lumotlarni bemalol konsultatsiyada olishingiz mumkin bo'ladi.